Xitayning Tangirtaq to'rining 29 may tarqatgan Yusuf boshqa joyga ko'chib, yangi turmushini boshladi nomli sinliq maxsus xabardan ma'lum bo'lishicha, asli Yakanning Kachung yezisi 5-kent aholisi bo'lgan Yusuf Oshur hozir oilasi bilan Qashqarning Yakan noyisidan 50 kilometr yiroqlikdagi tuzlanlikka qurilgan Yong'an rayoni Baxt aholilar komitetida o'ltirdi. O'zi bu joydagi qarz kooperativida, ayoli bo'lsa bu shahar ichidagi kiyim-kechak korxonasiga ishga kirgan. Bu xabarda rat-rat o'xshash shaklda selingan uylardan boshqa qatar cho'ng tipdagi zavod, parniklar jipsilashgan bu rayonning havodan tortilgan suratlarini orqa ko'rinish qilib, Yakan noyisining muavin hokimi Qaysar Alamshanning Xitoycha biz bu ko'chirish rayoniga nupus ko'chirish vazifasini asos jihatdan o'rindab bo'ldik. Bulturdan boshlab bu yangi shaharga korxona va ikki a'lo sifatli sort yetishtirish bazasini qurdik. 1915 oila Jami 10.285 adamni ko'chirib kelib, ulardan 3.985 emgak kuchini ishga o'rinlashtirdik degan tonishtirishlar berilgan. Sin arxividagi bu yangi rayonning qaqas bir tuzlanlikka qurilganligi aniq ko'rinib turadi. Qatar o'xshash shaklda selingan uylarning eshiklariga mahalla nomeri va uy nomerlari yozib qo'yilgan. Nomratlikdan qutuldirish nomida Zarafshan daryo vodisidagi Bo'stonli, Kachung, Qo'shirab, Damsi qatorliq yezlardan ko'chirib kelingan bu kishilar asldagi qadimiy mahallasidan, milliy xoslikqa ega uylardan, kengri yayloqlardan, munbat terilg'u yerlardan majburiy ayrilib, mana bu xil Uyg'ur milliy urf-odatlardan yatlashgan yashash usuliga, ya'ni dehqonchilik qatorliq kasblardan ishchilikka ko'chgan. Kachung yezisi Yakan noyi bozoriga 60 kilometr, Qo'shirab 100 kilometr, Damsi 130 kilometr oraliqda bo'lib, bu 3 yeza Zarafshan daryosining Toshqo'rg'on tog'lariga tutash tog' orasidagi g'o'l eqin bo'yidagi bo'stonliq, go'zal manzaralik va munbat hamda qadimiy makondir. Xitoyning Baidu to'rida yozilgan nupus statistikalarga asoslanganda, bu 3 yezdan ko'chirilgan nupus mazkur yezlarning umumiy nupusining taxminan 25%ni egallaydi ekan. Asiya Kindiki gazetining 2017-yili 2-sentyabrda tarqatgan 100 oilani nuqtaliq ko'chirish nomli xabardan bu 3 yezdagi aholini tunji ko'chirishning shu yili 8-oyning 30-kuni elib berilganligi oshkorlandi. Uyg'ur oilalarni ularning uy saymon va yuk taqilari bilan tang tog'liq o'rmondan elib mangan qator harbiy mashinalarning surti qo'shib berilgan bu suratli xabarda Qarqurum tog' etaklarida uzun muddat yashagan 100 namrat oila Qaqas ana yurtidan yiroqlashganligi, ularning Yakan noyisi avatgan 60 avtomobil bilan Zarafshan daryosidagi namratlikdan qutuldirish ko'chish pardasini oshganligi yozilgan. Xitoy hukumatining namratlikdan qutuldirish bahonasida ko'chirgan bu Uyg'urlar rostla namratmidi? Ular o'z ixtiyorligi bilan xolab ko'chganmidi? Damsi, Kachung va Qo'shirab yezlari qaratgan telefonlarimizga hech kim javob bermagan sharoitda bu savolni chet elga ko'chib chiqqan Uyg'urlarga murojaat qildik. Asli yurti Damsidan bo'lgan 3 yillar ilgari Turkiyaga kelib yerlashgan Anvarjon apandi ziyoratimizni qabul qilib, mundaq deydi. Ben şunu çoğunladım Damsi'de. Bizim özenli uçunu bekrak bulmamdım ay. Degan Kachung degan yer pek kengchilik yani tam ilaqı normalde yer kısınçılık yok ama bizimki Damsi bilen Qo'shirabda yer kısınçılığı var. Xalq kambag'al emas, men xalqni o'zim bilmamdik. Xalq chorvachilik bilan shug'ullandim men ama shu tuqqanlarim chorvachilik. %60% asosan mashinasi var. Cho'ng yuk mashinalari var hamda u jutun bu jutqa bilan to'shib qaytadi. Ko'mir boyligi asosan hamda ilqib payloda bir var. Cho'ng tipdagi ko'mir hamda bir vardi. Ilqi sement ishlab chiqargan tashlar var. Taşla çıktı. Onun asasen o men bir vaqtda aşağı özümüzün yerlik Uyg'urlar egalligiga şunu qilibdi. 500 bin ko'ylak, 600 bin ko'ylak mashina vardı. 2014 men chiqmasdan oldinlar shu vaqtda. Yurtni tashlab ketishga bir ehtiyoji yo'q asli shuni. Yo'q, hech qanday ehtiyoji yo'q. Bir qancha yildan buyon Turkiyada tijorat qilayotgan Jasur Kachung 6-kentidan bo'lib, u o'zining yurtidagi o'zgarishlarga bo'lgan andishisini mundaq ifodalaydi. Men Kachung o'zining shu 6-kentidan Temrum mesela Baycho yami bor, yangi bir narsa qo'ldiki, baqida ularchi ilqib
tağda hem de. Bayılır bekbay olup. Ellerini cıkcıklarına sol etipti o yakınançı. Küçüretken olsa nasıl konuşun ki Maqtançı mecburi küçüretken okşaydı o yakınan. Xitoy hukumatining Zarafshan daryosi vodisidagi qadimiy makonlardan sanoatlashgan o'ltiraq rayoni bo'lgan Yong'an rayoniga ko'chirishning bu korxonalarni ishchi bilan ta'minlashni maqsad qiladiganligidan derak bermoqda. Ya'ni Xitoy xabar to'rining 4-oyning 17-kun tarqatgan Xinjiangning Yakan nahiyasi Kachung yezisi yangi nasl yetishtirish markazi qurish uchun ko'chirildi. U yerda ishlayotgan kent aholilari Yunqirqamoqda degan suratli xabarga qaraganda, yangi ko'chirish rayoni Yakan nahiyasidan 56 kilometr yiroqlikda bo'lib, 1915 oila 10,062 odam boshqa joydan bu shaharga ko'chirilgan. Xabarda ko'chirilgan joyda 50,000 moya tuzlanganligi va yangi o'ltiraq rayoni o'yli qurilishi nomrod kishilarning ishlab chiqarish ham turmush usulini o'zgartishni ilgari surish uchun planlanganligi ko'rsatilgan. Muxbir naq maydonda nomrodlikdan qutuldirish va ko'chish o'rnining yangi shaharga o'xshaydiganligini tasvirlagan bo'lib, baxmichilik rayonlari, sanoat rayoniga to'qimachilik va kiyim-kechak sexlari o'rnatilgan. Xabarda qattiq detal aslahalar bilan bir vaqtda o'zgargani nomrodlarning ruhi degan kichik tema ostida nomrodlarning taraqqiyotidagi ishki harakatlantirish kuchini qo'zg'ash uchun har 3 yildan 5 yilgacha har xil tarbiyalash faoliyatlari o'tkazildi deb ko'rsatilgan. Xitoy xabar to'ri muxbiri tekshirish va ziyoratini xulosa qilib, bu ko'chish jarayonida ko'chirilgan oilalarning salohiyati o'zgardi deb yozgan. Radiomizdagi texnik va muxbirlar Xitoy hukumat taratqularida bu rayon haqida e'lon qilingan sin va suratli xabarlar asosida ushbu rayonning sun'iy amradan tortilgan surat va boshqa surat arxivlari xaritalardan yanama to'liq uchurlarga erishishga tirishdik. Hozirgacha erishgan ko'p taraflimlik uchurlardan bu joyning Yakanning shimolidagi cho'lning o'rtasida 50,000 ya'ni doira qilib qurilganligi, atrofi ochiqchilik 4 chas rayon ekanligi, rayon ichidagi qator yo'l va rat o'xshash shaklda selingan uylardan shakllangan aholilar rayonlari, mahalla boshqarish komitetlari, yasli, maktab, doktorxona, ya'ni mahalla sirti atrofida bo'lsa qator cho'ng kichik sex, parnik qatorliqlardan tarkib topganligi ma'lum. Yakan nahiyasining ma'muriy to'g'ridagi Yong'an rayonida sanoatni taraqqiy qildirishga mablag' chaqirish e'lonlaridan bu joyda davomli zavodlarning qurilayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoy hukumatining Zarafshan daryo vodisidagi qadimiy makonlardan Uyg'urlarni bu sanoatlashgan o'ltiraq rayoni bo'lgan Yong'an rayoniga ko'chirishning bu korxonalarni ishchi bilan ta'minlashni maqsad qiladiganligidan derak bermoqda. Xitoy hukumatining lager siyosati va uning boshqarish sistemasi ustida tadqiqot olib berayotgan xalqarodagi nufuzli mutaxassislardan Adrian Zan Xitoy hukumatining Yakan nahiyasi sirtida qurgan Yong'an shahri haqidagi uchur va ma'lumot hamda suratlarni selishtirib ko'rib mundaq dedi. So this is like a rural resettlement and it's very big obviously. It allows more control, much more control because they all Bu bir shahar sirtiga keng ko'lamli bir joyga ko'chirish. Bu joy bakmo qurg'oq bir rayon. Bu sharoitlar texnik qattiq boshqarishga sharoit yaratadi. Bu garchi Xitoyning Tibet va boshqa joylarda majburiy ilib olgan ko'chirish siyosatlarida ko'p ko'riladigan bir xil shakl bo'lsa-mu, ammo bu men ko'rgan zo'r ko'lamli ko'chirish hisoblanadi. Tibet va Qinxaylarda nomrodlik va yoki ofatlarda qilib ko'chirgan misollar bor. Ammo Xinjiangdagisi texnik zo'r ko'lamlikdir. Buningda hukumatning kuzatishi va kontrolligi texnik oshkor bor. Bu hukumatning tashviqoti va mengiyish tarbiyasini texnik oson ilib boralaydigan bir yo'lchiq. Bu Uyg'urlarni lagerlarga solab boshqarishdan farqli bo'lgan yana bir xil zo'r ko'lamlik yig'ib boshqarish bo'lib, buning texnik uzoq muddatli maqsadlarini ishga oshirishni planlagan bir markazlashtirib boshqarish siyosati ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. In Xinjiang, quite large scale in southern Xinjiang, it increases government control because these Adrian Zan so'zni xulosalab yana mundaq dedi. That's much more concentrated than what they have. It's probably a way of signing each of them like some new livelihood. Xitoyning bu xil ko'chirish siyosatida bularning iqtisodiy kirimini Xitoy hukumati o'zi boshqaradigan ozg'ini maosh bilan ta'minlab, uni namoratlikdan qutuldirish deydi. Xitoy hukumati yana bir tarafdan kishilarning hayoti va ish faoliyatlari qattiq kontrolga qilingan bu rayondagi boshqarishni yana markazlashtirib boshqardi deb bana ko'rsatdi. Uy qurilmalari odatda insonning yashash usuli va urf odatlarini aks ettirdi.
Suratlik ma'lumotlarga asoslanganda bu yangi shahardagi uylar 60 kvadratdan 80 kvadratgacha bo'lgan o'xshash shaklda selingan kichkina qo'ralarda yeshillik ko'rinmaydi. Ammo Kachun qatorliq yezlardan kelib chiqqan va shu joylarda ziyoratda bo'lgan arboblarning aytishicha, ularning ilgirki makonlari bo'stonliqlar, daryo o'stanglar, o'rmonlar bilan qoplangan. Uylarning doirasi asosan taxminan 200 kvadrat yoki uningdan cho'ng doirada. Qo'rolari atrofida qo'tan va boshqa qo'shimcha aslahalar qo'pirilgan. Mahallada masjidlar bo'lgan tipik Uyg'ur mahallaridir. Xabarlarda mazkur Yong'an shaharchisida doktorxona, maktab qatorliq aslahalar va o'rinlar shahar ichiga qurilib, ommaga qulaylik sharoit yaratilganligi tilga ilingan bo'lsa-mu, masjid borligi tilga ilinmagan. Sunniy amra suratlardan bu joyning Uyg'ur an'anaviy xosligiga ega emasligidan boshqa masjidga o'xshash ularning diniy e'tiqod so'rinlarimi ko'rinmaydi. Xitoy hukumatı bu ko'chirishga doir ommaga ochiq tashviqotlarda yangi o'ltiraq rayon va ho'yli qurilishi, nomrod kishilarning ishlab chiqarish va turmush usulini o'zgartirishni ilgari surish plani bilan munosabatlik ekanligini ko'rsatgan. Yakanning Zarafshan daryo bo'ylariga joylashgan qadimiy Uyg'ur yezlari bo'lgan Kachung, Damsi qatorliq joylarga ilgirki yillarda Xinjiang gezitining muxbiri bo'lib ishlayotgan chog'larda ko'p qitim ekskursiya va ziyoratga borgan, hozir Amerikada yashayotgan Jur'at Nizomiddin apandi o'zining xotirasidagi bu yezlardagi Uyg'urlarning qadimki ho'yli aram madaniyati va yashash urf-odatlari haqida to'xtaldi. Menchu Kachung'imi, ashula qo'shrabqimi, ashalagimi borgan. U yerdagi dehqonlarning turmush odatlari qanday desangiz, shunchalik mehmondo'st, boy-boyashat, keng qo'saq, oq ko'ngil, mehribon, bek mehmondo'st ular. Andan keyin ularning o'zlarining ashulaqi tog'dagilarning bir qo'shoqlari bilan shunday bir mashrab o'rnashtirib bergan deb. Kachungda katta mashrab qadam tashab qilgaysizlar. Aytsinlar do'xamaychilar, do'xamay Kachung mashrabida ularning o'zalik sanatlari yaxshi bir urf-odatlar bilan ashuna yashaydi ekan ular. Andan keyin u tog'ning bo'ylarida mevalardek o'xshaydi ekan. U ham go'zal, suvlar degan shunchalik alvak turmush odatlari shu Kachung, qo'shrab, cho'pon, mushtaqlarning qag'iliq poskom yakanning mustatishib ketgan Zarafshan bo'ylaridagi kentlarning urf-odatlari asosan o'xshash. Bu dehqon chorvachiligini shunday bir qapaz so'laganda qilib, turmaga so'laganda qilib, hamda Yong'an rayoni ittifoq kenti deb to'ttamdimishlar yer yashaysizlar deb qaqasliq bir yerga kelib uylarni silib, andaq sunniy bir narsani qilib o'rnashtirib so'layapti bularni. Ham buning orasida mechit bo'lamdi, ularning burunqi islom qoidasi bo'yicha urf-odatlari, qurboniyat, ro'ziyat namozlari, jumalda, burun kentlarda vaqtlarda shunday namozga bila chiqatdi. Demak, mahallalarda mechit bo'tdi. Shunda qo'yiq bir milliy diniy bir urf-odat bo'tdi. Uning hammani yo'q qiladigan bo'ldi bular shu. Jur'at apandi bu xil ko'chirishni Xitoy hukumatining Uyg'urlar va ularning madaniyatini talto'kis yo'qitish siyosatining bir qismi deb qaraydiganligini o'tirib qo'yib, mundaq deydi. Shu kamplarga bormagan uy oilada qolib qolgan qiyircho'rlarni yana yig'ishtirib ashunday. Ashuna ichidagi zavodlarda ishlab medirmaysiz, u yoq mo'maysa deb ashlarni yana kontrol qilib boshqarib medilatmaymiz degan gap. Bu endi bizning vatandagi butun shaharni shunday qilish bir planning bir yomon g'arazning bir turi bu. Har xil usullar bilan kontrol qilib, har xil usullar bilan yo'qitib, xalqaroning ko'zini bo'yab, aslimizni, Uyg'urni talto'kis yo'qitmoqchi bularning tip g'arazi shu. Halbuki Xitoy hukumatining namratlikdan qutuldirish nomi ostida elib berayotgan Uyg'urlarni asli yurt mahallaridan, qadimiy makonlardan majburiy ko'chirish Uyg'ur elining janubidagi boshqa rayonlardami davomlashmoqda. Masalan, Keriyaning qadimiy Daryobo'yi yezisi, Qog'iliqning Chipan yezisi va boshqalar buning tipik misollaridir.